Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizning YouTube lobbilarimiz davom etmoqda. Bizning YouTube lobbilarimiz soat 21:00 dan 21:40gacha davom etadi. Livik rejimda dvo variantda bo'ladi. Yevropa server. Hop, bitta lobbilarimizni sharhlaymiz. Hop. Hozir bizda tirik qolgan ishtirokchilar har birligi dvo variantdan bo'lgan. Eng ko'p kelimiz hozircha 5 ta kelgan. Hozir bitta fight boshlab ketildi ikkita jamoa o'rtasida. Yan Ali va Bekettik Zayd ekan. Juda ham chiroyli o'ynashyapti. Bu yerda birga bir vaziyat. Filli emilab qoldi uni. Sherik ham keldi shu. Ko'ramiz. Уже voy. Ikkiga bir vaziyat shu. Yan Aliga qiyin bo'ladi. Ikkiga bir baribir ham. Ko'ramiz. Yan Ali ikkiga bir gap bo'lishi mumkin emas. Yan Ali to'pni qo'lga kiritib ketdi.